Bugün Xudo xolasa Urganch dehqon bozor dollar kursini aytib o'tamiz. Hammaga assalomu alaykum deb asosiylik bilan videolarimizni boshlab beramiz. Birinchi sira ham muvaffaqiyat hamkorbankni aytaman, keyin bozordagi informatsiyalarni bilib, bozordagi holatlarni ham aytib o'tamiz. Xullas ishidan turib ko'ramiz endi buni. Görgenlerinizden bozora varıp bozordagi holatlarni o'rganamiz endi. Shunga da sizlarga homiylarimiz videosini qo'yib beraman. Instrumentlarni har xilisidan bor, qishloq xo'jaligini o'z kerak bo'lsa, ular ham bor. Ikki do'koni bor. Birisida instrumentlar, birisida qishloq xo'jaliklar. Xullas shuni videosini ko'ringlar. Ekranda telefon nomerlari chiqadi. Magazinchilarning adreslari shu bizimizning Zapchast bozorida. O batareykasi bunday qildim buni. Batareykalarga mana Kichkina qila. Necha so'ming shu qo'limdagi? Zo'r ekan bu. Kafir aparatlarimiz var bunda yine bataryali. Oho, Bataryada işiydi buna. Bunda yine maçlara demberen vereceğimiz var bunda. Bataryali buna. Bu buraya veremedi bu. Bunda motorlarımız, bunda yine kette kompresörlerimiz var yine. 300 litre in ketteleri yine kompresörleri. En arzana 600 bin sondan başlanan suvar aparatla gideverdi. Moçlu kırkalım ha? Vay, olsun çok kineze. Bozordan o'rgandik. Yana bir bankni ko'rsataman. Bu yerda baland ekan, shu bankni ko'rsatib o'tmasam bo'lmaydi sizlarga. Qaranglar. 9 etajning yanında ko'rib turganlaringizdek Garant banki bor. Bu yerda 1 million 212 olib turibdi dollarni. Keyin agar mabodo переводlaringiz bo'ladigan bo'lsa, assalomu alaykum yaxshimisiz? Переводlaringiz bo'ladigan bo'lsa, 16 sifrdan 16 sifradan oladilar bu yerda. Polni kelib olib ketarsa xalqaro pul o'tkazmalarni. Eğer mabodo banka savollaringiz bo'lsa, men siz telefon nomerlarini ham aytib o'tib ketaman. Sizlarga 93 742 06 09 shu nomerlarga ursangizlar, o'sha xodimlar kelib to'g'ri prям o'zini tushasizlar. Qaranglar. Bozor 1 million 210 olib turibdi. Takiz. Nachulligini aytsam, birja o'ynaydi. Birja o'ynagandan keyin ya tushadi ya chiqadi bu dollar. Shuning uchun bozor bugun arzon sarab turibdi. 1 million 210 dan takiz sarab turibdilar. Keyin rubla yesak 1000 rublni 150 ming so'mdan olib turibdilar. Agar mabodo dollar tushami chiqami, sразу men sizlarga shu kommentariyada Telegram kanalim silkasini qoldiraman, shana girib obuna qo'yinglar, sразу shana joylaymiz. Tanga 25 ming so'm turibdi, 1000 tanga. 100 euro 1 million 370 ming so'm, Turk puli 1000 lirani 250 dan olib turibdilar. Bugungi yangiliklar shuningni. Sog' bo'linglar, bizga kuzatishni davom eting.